Ona ko'zingizni yoshlabman bekor. Endi qadringizga yetyapman sekin. O'tkinchi hayotda yig'lamang endi, hali jannatlarda yuramiz birga. Endi bolalardan eshitamiz. Chin inson xotirasi yashnab yurar bog' bo'lib, yashnab yurar odamlar doim ko'ngli chog' bo'lib. Giyohvandlik haqida ko'p chekish kerak emas. Odamimiz sog'ligiga zarar. Inson chekish tashlash kerak. Aslida nikotin bo'ladi mana shu giyohvandlik moddalarining ichida. U odamga qisqa muddatli dopamin berganiga odam tez o'rganishga tobe bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan u qon tomirlarini kengaytirganini hisobiga odam mana shu har safar asabiylashganda yokida odam dopaminni tushirib kortizoli ko'tarilganda odam mana shu narsani qayta xohlayveradi. O'zi bunaqa narsalarni chekish noto'g'ri. Insonga zarari ko'p. Buni iste'mol qilgan odam organizm shu narsani talab qilaveradi bir marta iste'mol qilgandan keyin. Shu sport bilan ko'proq shug'ullanish kerak. Inson ma'naviyati shakllangan inson hech qachon giyohvand modda iste'mol qilmaydi. Iste'mol qilgan inson hayotini oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Giyohvandlik dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Maktab o'quvchilari o'rtasida, keyin yosh kattalar o'rtasida ham shu narsa rivojlanib bormoqda. Giyohvandlikka umuman qarshiman. Giyohvandlik nima deydi? Asr vabosi deydimi? Shunga qarshiman. Chekmaslikni talab qilib qolamiz hammadan, bu oxiri yaxshilikka olib bormaydi. Shuning uchun hech kimga giyohvand modda iste'mol qilishni xohlamayman. Chunki ma'naviyatli insongina davlatni buyuk bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Ma'naviy tomondan nima deydi? Zaif insongina kim xohlagan tarafga tortilib ketaveradi. Shuning uchun inson ma'naviyatli bo'lib kitob o'qisagina shunaqa yot g'oyalarga bo'ysunib ketavermaydi. Qonat turibmiz, faylasufning gapi borki, kitoblar olamlar dengiziga sayohat qiladigan hikmat kemasidir. Shunday kitobni o'qingki, uni mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng bo'lsin deydi. Shunday inson bilan suhbat qilingki, uni suhbati misoli bir kitob bo'lsin. Mana bugungi kunda bizda o'sha tirik kitob desak, mana ustozlarimiz turibdilar. Hozir qaysi kitobni aytib berasiz ustoz? Biz madaniyat xodimlari kitobxonlikka va musiqa san'atga targ'ib qilamiz. Giyohvandlikka emas. Siz ham keling, kitob o'qing va musiqa eshiting.